Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Men Hojigetov Jasur, Yangi Domlar loyihasining rahbariman. Uzoq vaqtlik tanaffusdan so'ng Yangi Domlar jamoasi yana YouTube faoliyatini boshladi. Va bundan buyon jamoamiz bilan siz uchun foydali va yangi ma'lumotlarni sahifamizga joylab boramiz. YouTube sahifamizni kuzatib borish orqali siz nimalarga ega bo'lasiz? Samarqand shahri bo'ylab ishonchli loyihalar haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Uy xarid qilishda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ma'lumot beramiz va eng asosiysi, uy xarid qilish niyatida yurgan bo'lsangiz, ko'rsatuvlarimiz davomida o'zingizga mos bo'lgan uyni topishingiz mumkin. Bundan tashqari biz Samarqanddagi quruvchilar bilan suhbat formatidagi intervyular tashkil qilmoqchimiz. Unda siz o'zingizga qiziq bo'lgan barcha savollarga javob topishingiz mumkin. Bugungi sonimizda Samarqand shahrida qurilayotgan bir nechta loyihamizga sayohat qilamiz. Video biroz uzunroq bo'lishi mumkin. Oxirigacha ko'ring, siz uchun manfaatli bo'ladi. Dastlab sizlar bilan Qorasuv massivining Qoq markazida qurilayotgan 80% ishlari bajarib bo'lingan loyihani ko'rib chiqamiz. Ushbu loyiha 5 ta blokdan iborat bo'lib, 11 qavatlik qilib qurilyapti. To'liq pishig'ishdan hozirda qurilish ishlarini yakunlash qismiga kelganmiz. Tom qismlari to'liq yopilyapti. Xonadonlarning ichki qismi bo'lish ishlari yakunlangan va qorashuvoq ishlari ham tugallangan. Keling siz bilan 2 va 3 xonalik uylarni ko'rib chiqamiz. Aytgancha do'stlar, ushbu obyektimizning fasad qismiga issiq va sovuqni o'tkazmaslik uchun stiklovata va rangini yo'qotmaydigan kafel o'rnatilgan. Do'stlar, bu podyezdimizda 3 ta xonadon bo'lib, shulardan eng kattasini, ya'ni 107 metr kvadratlik skvoznoy planirovkani ko'rib chiqamiz. Kirganimizda katta hol bizni kutib oladi. Birinchi xonamiz ota-onalar uchun yotoqxona. Yotoqxona juda ham keng va shinam. Bu yerga shkaf, spalni, hamma kerakli mebellarni joylashtirsangiz bo'ladi. Ikkinchi xonamiz oshxonamiz hisoblanadi. Oshxona ham juda ham katta. Siz bu oshxonaga kerakli bo'lgan barcha jihozlarni qo'yishingiz mumkin. Ugalok, kuxniy mebeldan tashqari yana ancha katta joy ortib qoladi. Bu planirovkada sanuzel hammomimiz bitta joylashgan, lekin sizda imkoniyat bor. Buni yana bitta yoniga eshik ochib, alohida sanuzel hammomni qilsangiz bo'ladi. Bu tarafda yana ikkita xonamiz. Oynalarimizga juda ham katta oynalar qo'yilgan. Xonalarga to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik tushadi. Bu xonani mehmonxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu mehmonxona o'z ichiga bemalol 20-25 kishini qamrab mehmon kutib kuzatishingiz mumkin. Bu xonamiz esa bolalar uchun yotoqxona sifatida foydalanilsa bo'ladi. Ikkita tarafga ikkita karavot yoki bo'lmasam spalni qo'ysangiz ham bemalol sig'adi. Undan tashqari dars qilish uchun ham shart-sharoit qilib bersangiz bo'ladi. Aytgancha do'stlar, skvoznoy planirovkaning yana bir afzalliklaridan biri yozni jazirama issig'ida ham siz har bir xonada oynasi borligi uchun konditsioner qo'shishingizga hojat qolmaydi. Oynalarni o'zini ochishingiz kifoya. Do'stlar, hozir sizlar bilan 53 metr kvadratlik 2 xonali xonadonni ko'rib chiqamiz. Bu yosh oilalar uchun juda ham qulay, sababi hamyonbop narxlarda chiqadi. Kirib kelganimizda bizni foya kutib olyapti. Foyadan o'ng qo'limizda sanuzel hammom joylashgan. Xo'p, bu chap tarafimizga esa shkaf joylashtirish uchun joy qoldirilgan. Bu yerga shkaf qo'ysangiz, uyingizda hamma kerakli narsalarni ichiga joylashtirishingiz mumkin. Foyadan to'g'ri qism yurgan joyimizda spalni joylashyapti. Spalni ham juda ham qulay. Davom etamiz. Foyadan chap tarafimizda bu zal. To'g'rida esa bizni oshxona kutib oladi. Oshxonamizda balkon joylashgan. Balkonni oshxonada joylashganligini qulayligini ayollarimiz juda ham yaxshi biladi. Sababi har xil hidi chiqadigan mahsulotlarni sovuq kunlarda bemalol balkonda saqlashingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, ushbu xonadonlarimiz qariyb bitgan. 90-95% holatda turibdi. Siz bu joydan xonadon xarid qilish uchun boshlang'ich 30% to'lov qilib, qolgan summani 24 oydan 30 oygacha bo'lib to'lashga muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz esa keyingi loyihaga boramiz. Ikkinchi obyektimiz ham Qorasuv massivida joylashgan bo'lib, shahar ichidagi shahar bo'lishi kutilayotgan eng katta loyihalardan biri. Bu loyihamiz Samarqand shahridagi eng katta qurilish kompaniyasi tomonidan qurilayotgan bo'lib, loyiha 15 gektarni qamrab oladi. 15 gektarga 37 ta blok quriladi. Shulardan birinchi 7 ta blogimiz 2027-yilda o'z egalariga foydalanishga topshiriladi. Bu kompleks 37 ta blok bo'lishi bilan birgalikda quyidagi qulayliklarni o'z ichiga qamrab oladi. Kompleks ichiga maktab, bog'cha, savdo komplekslari, har xil ko'ngilochar bog'lar va albatta yer osti va yer usti parkovkalari bo'ladi.
Bu loyihadan har bir podyezdda 5 tadan xonadon joylashgan bo'lib, 40 metr kvadrat bir xonadan 91 metr kvadrat 4 xonagacha xonadonlarni xarid qilishingiz mumkin. Mijozlarga yana bir qulaylik yaratish maqsadida siz xohlasangiz xonadonlarni korobka yoki bo'lmasam ta'mirlangan holda xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Do'stlar, siz ushbu loyihamizdan xonadon xarid qilish uchun 2-qavatdan 10-qavatgacha 50 million so'm boshlanish to'lov qilib, 11-qavatdan yuqorisini esa hech qanday boshlanish to'lovlarsiz faqatgina 1 oylik summani to'lab shartnoma qilish imkoniyatiga egasiz. Qolgan summani 60 oylik muddatli to'lovga hech qanday foiz va penalarsiz bittagina pasport evaziga xarid qilishingiz mumkin. To'liqroq ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, sizga batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu loyiha haqida sizda savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Biz esa keyingi loyihaga ketdik. Navbatdagi loyihamiz Samarqand shahar Danlager hududida Chortut mahallasida qurilayotgan bo'lib, shu yil yakuniga topshirilishi reja qilingan. Hozirda qurilish avjida. Bu loyihamiz Payariq, Ishtixon, Pastorg'omliklar uchun manfaatli bo'ladi. Ushbu loyiha 5 gektar hududga 15 ta blokdan iborat qilib qurilmoqda. Hozir qurilish jarayonlari 7-qavatga kelgan bo'lib, eng asosiysi yil yakuniga hamma bloklar topshirilishi reja qilingan. Kompleks o'z ichiga 1000 ga yaqin xonadon va 1000 dan oshiq avtoturargohlarni qamrab oladi. Bundan tashqari 4-blogimizning tagida yer osti turargohlari ham mavjud. Kompleksda bundan tashqari oilangiz uchun qulaylik yaratish maqsadida orqa tarafida maktab, bog'cha va futbol plashadkalari ham reja qilingan. Hammasi bo'lib 15 ta blogimiz yil yakuniga topshiriladi. 3, 4, 5, 6, 7. Do'stlar, hozir qurilish jarayonining ichki qismidamiz. Qurilish ishlari avjida ketmoqda. Hozirda obyekt 7-qavatga yetgan bo'lishiga qaramasdan, har 2 qavat ko'tarilganda pishig'ishlar terilib, ichki qismini qorishvoq ishlari ham bajarib ketilyapti. Bu ish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Yana eslatib o'taman, ushbu loyihamiz yil yakuniga topshirilishi reja qilingan. Agarda siz ham yangi qurilayotgan uylardan uy xarid qilib, yil yakunida ko'chib kirishni niyat qilayotgan bo'lsangiz, ushbu loyihamiz sizga ma'qul keladi degan umiddamiz. Sababi boshlanish to'lovlari ham juda ham kam. Ya'ni siz 15 milliondan boshlab boshlanish to'lov qilib, qolayotgan summani 55 oylik muddatli to'lovga bo'lib to'lash orqali xarid qilish imkoniyatiga egasiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Agarda sizda ushbu loyiha haqida savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Biz esa keyingi loyihaga yo'l olamiz. Do'stlar, navbatdagi loyihamiz super yo'lda qurilayotgan bo'lib, endigina boshlandi. Ushbu loyiha shundoqqina ko'chani yuzida joylashyapti. 10 ta blokdan iborat va 9 qavatlik pishig'ishdan qilib quriladi. Hozir qurilish jarayoni 2-qavatga yetgan. Siz ushbu joydan xonadon xarid qilish uchun hech qanaqa boshlanish to'lov qilishingiz shart emas. Qolgan summani esa 48 oylik muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Ushbu loyihamizning qulayliklariga keladigan bo'lsak, joylashuv jihatdan shaharga juda ham yaqin. Family Muzsaroydan super yo'lida, ya'ni Narpayskiy ko'chada Muzsaroydan 1,5 kilometr masofada joylashgan. Uydan chiqasiz, shundoqqina chiqsangiz, xohlasangiz taksi, xohlasangiz Yandex yoki liniyadagi Damaslardan foydalansangiz bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, bu loyihadan 48 oylik muddatli to'lovga hech qanaqa boshlanish to'lovlarsiz uy xarid qilsangiz bo'ladi. Agarda sizda boshlanish to'lov uchun jamg'armangiz mavjud bo'lsa, siz qancha to'lashingizga qarab chegirmalarga ega bo'lishingiz mumkin. Bu uy sizga qiziqish uyg'otgan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz esa keyingi loyihaga yo'l olamiz. Xo'p do'stlar, keyingi obyektimizga ham yetib keldik. Bu obyektimiz ham Danlager hududida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 13,5 gektarni o'z ichiga qamrab oladi. Birinchi bosqichda esa 7 gektarlik hududga bloklarimiz qurilish ishlari boshlangan. Hozir ishlar jadal ketmoqda. Xo'p, ushbu loyihamizning qulayliklariga keladigan bo'lsak, hudud yopiq bo'lganligi sababli bu yerda siz yashash davomida farzandlaringiz ko'chaga chiqishidan yoki begona kishilar bu yerga kirishdan xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Bu yerda reja bo'yicha 24/7 kamera kuzatuvi rejalashtirilgan. Yana bir qulayligi transport kommunikatsiya tomonidan rivojlanib bo'lgan. Hozir ketayotgan qurilish bosqichida umumiy xonadonlar soni 1,5 mingtani tashkil qiladi. Parkovkalar soni esa xonadonlar sonidan ko'p. Bu sizga kelajakda mashinangizni qo'yishga joy muammo bo'lmasligini bildiradi. Xo'p, bu yerdan siz uy xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 48 oyga boshlanish to'lovlarsiz xarid qilishingiz mumkin. Bu albatta muddatli to'lovga. Siz faqat pasport va 1 oylik to'lovni olib ketsangiz bo'ldi. Agar sizga bu obyektimiz qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz keyingi loyihamizga yo'l olamiz.
Keyingi obyektimizga ham yetib keldik. Bu obyektimiz joylashuv bo'yicha, lokatsiya bo'yicha Qorasuv massivida joylashgan. Ushbu obyektimiz 2023-yil oktyabr oylarida qurilish boshlangan edi. Hozirda orqamda turgan 3 ta blogimiz qariyb 90% holatga keltirilgan. Bu uylarimiz ta'mirlangan, to'liq ta'mirlangan holatda topshiriladi. Ushbu kompleksimiz o'zi 10 ta blokdan iborat bo'ladi. Shulardan 5 ta blogi shu yil yakuni, ya'ni 2025-yilning oktyabri, noyabrda boshlariga to'liq ta'mirlangan holda o'z egalariga foydalanishga topshiriladi. Agarda siz shu 2025-yilning oktyabr oylarida topshiriladigan xonadonlardan xarid qilish niyatingiz paydo bo'lgan bo'lsa, faqat yuqori qavatlarda hozir xonadonlar qolgan. Agar siz yo'q, men o'rta qavat yoki past qavatdan uy olish niyat qilgandim desangiz, hozir yangi 2 ta blogimizni qurilishini boshlaganmiz, 6-7 bloklarni. Bu uyni qulayliklariga keladigan bo'lsak, umumiy maydon jihatdan juda ham katta hududga joylashyapti va hovli qismida 65 sotixlik zeleniy zonasi, yashil hududi bor. Undan tashqari yer osti, yer usti parkovkalari foydalanishga topshiriladi. Shu bilan birgalikda bu uylarda quyosh panellari jihozlanishi majburiy va har bitta podyezdda 2 tadan 1 tonnalik liftlar qo'yib beriladi. Ta'mir taraflama hamma narsa hisob-kitob olingan. Albatta har bir detalga e'tibor berilgan. Kanalizatsiya, santexnika, elektrika taraflama Rossiyaning Vero firmasini mahsulotlari ishlatilyapti va bu uyni ta'mirlariga hozir zamonaviy dizayn va yechimga ega bo'lgan Ekoplit mahsuloti ishlatilyapti. Ushbu kompleksdan xonadon xarid qilish uchun sizlardan talab qilinadigan narsa faqat pasport va yuqori qavatlarga boshlang'ich to'lovsiz, past qavatlarga esa 10% dan 25% gacha boshlang'ich to'lov qilib xarid qilishingiz mumkin. Qolgan summani esa 5 yilgacha muddatga foizsiz va peniyalarsiz bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar bu taklifimiz sizga qiziq bo'lsa va bu obyektimiz haqida qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xo'p do'stlar, hozircha bizda shu loyihalar edi. Sizga ko'proq qaysi loyiha qiziq bo'lganligini izohlarda yozib keting. Sizlarda shu loyihalar bo'yicha savollar tug'ilsa yoki sizga ko'proq nima qiziqligini izohlarda yozib ketsangiz, keyingi ko'rsatuvlarda siz so'ragan savollarga javob berib o'taman. Sahifamizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting, sababi keyingi ko'rsatuvlarimizda bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz.